Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünləri qısqın qarşı alımız. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Özbekistanның Xitay bilan bolğan strategik həmkarlığını ayıpladı. Yer şari vaqt to'rining 24 yanvar kunidagi xabarda aytilishicha, çarşamba kuni Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan O'zbekistonlik mansabdoshi Shavkat Mirziyoyev Beyjingda o'tkazilgan suhbatda Xitoy bilan O'zbekiston ikki davlat munosabatini yangi davrda umumyuzlik strategik sheriklik darajasiga ko'targan. Mutaxassislar Xitoy bilan O'zbekistonning munosabati yangi bir bosqichga qadam qo'yganda yangi va an'anaviy sohalarda hamkorlik oshadi. Uning ustiga davolg'ib turgan xalqaro jamiyat Xitoy bilan O'zbekiston shundoqla O'rta Osiyodagi boshqa davlatlar o'rtasidagi bexatarlik hamkorligini tiziltishning ta'xirsizligini ta'kidlaydi degan. Xi Jinping 32 yil ilgari O'zbekiston Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatishda O'rta Osiyo davlatlariga boshlamchi bo'lgan. Bu ikki davlat xalqi Ipak yo'lining ro'yiga varislik qildi. Xitoy bilan O'zbekistonning do'stligi cho'nqur yildiz tortgan bo'lib, hayotiy kuchga to'ldi degan. Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasining Sharqiy Yevropa tadqiqot mutaxassisi Zhao Huirong Yer shari vaqt gazetiga bergan bayonotida ikki taraflik munosabatning kuchayishi Xitoyning O'zbekiston bilan bo'lgan munosabatining yangi davrga qadam qo'yganligini ko'rsatib berdi degan. Zhaoning so'ziga qaraganda, O'zbekiston Xitoy o'tirg'i qo'ygan bir balvoq bir yo'l tashabbusiga intayin ahamiyat berilgan. O'zbekiston Xitoy, Yevropa, O'rta Sharq va O'rta Osiyo o'rtasidagi aloqani qulaylashtiradigan muhim ko'prikka aylangan. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Özbekistanның Xitoy bilan hamkorligini texmi cho'nqurlashtirganligini ayblab va O'zbekistonni o'z ichiga olgan turk jumhuriyatlari, musulmon davlatlari va xalqaro jamiyatni Şərq Türkistanның mustaqilligini asliga keltirib, Şərq Türkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining kishilik huquqiga kafolatlik qilish ko'rishiga yordam berishga chaqiriq qilish maqsadida payshanba kuni axborot e'lon qildi. Axborotda mundaq deyildi: Tashqi ishlar va bexatarlik ministrligi vakillik qiladigan Sharq Turkiston sürgündü hökuməti O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan Xitoy katibashi Xi Jinpingning yaqinqi hamkorligi va birlashma bayonotini qattiq ayiblaydi. Çarşamba kuni e'lon qilingan bu bayonot O'zbekistonni Xitoy ishg'ol qilib olib Xinjiang degan mustamlika nomi bilan atalgan Sharq Turkistonda mustamlika, irqiy qirg'inchilik yurgizishdek vahshiy siyosatiga moslashtirdi. O'zbekiston Xitoy hamkorligi birlashma bayonoti Xitoyning Sharq Turkiston va Tayvandagi shundaqla kishilik huquq qatorliq sohalardagi yadroliq manfaatini shartsiz qo'llaydi. Bu hamkorlik O'zbekistonni Xitoy bilan birlikda bo'lgunchilik, oshqullik va terrorlik qatorliq atalmish 3 asosiy kuchga qarshi turishda hamkorlashishga undaydi. Bu xil pozitsiya Xitoyning ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va o'zbeklarni o'z ichiga olgan turk xalqlariga qaratilgan ig'ir kishilik huquq dafsanchiligi va irqiy qirg'inchilik harakatiga sal qarashga da'vat qiladi. Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor qattiq umidsizlangan holda bu ilgirlashni ayblab, O'zbekistonning Xitoyning ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi rayimsiz mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilik siyosatini qo'llashi bizning o'rtaq turk meroslarimiz va qimmat qarashlarimizga qilingan xiyonat. Yiroqni ko'rolmaydigan bu harakat ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi turk xalqining kelgusini emas, balki O'zbekistonning egilik huquqini sotadi. Tarix izchil va keskin turda Xitoyning aldamchilik va'dalari va sovg'atlariga aldanib ketishning yolg'iz o'z davlatining emas, balki keng O'rta Osiyo rayonining bexatarligi, erkinligi va egilik huquqiga ig'ir tahdid ilib kelganligini isbotlab turibdi dedi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti Sharq Turkistonning Xitoyning bir parchasi emasligini, Xitoyning qonunsiz vahshiy ishg'oliyati ostida asoratda qolgan ishg'ol qilingan bir davlat ekanligini ta'kidlaydi. Xitoy Xalq Cumhuriyatining atalmish Xinjiangdagi mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilik harakati Xitoyning atalmish ichki masalasi emas, balki dunyoning diqqatini va aralashishini talab qiladigan xalqaro krizisdan iborat. O'zbekiston Xitoy birlashma bayonoti Xitoyning atalmish Xinjiangdagi ishg'oliyati ostida irqiy qirg'inchilikning azob uqubatini chekayotgan millionlagan kishilarning qiyinchiligini nazardan saqit qilib qolmasdan yana Xitoyning terrorlikqa qarshi turish soxta bayonini qonunlashtirib oqlaydi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti Xitoyning Sharq Turkistondagi harakatining bo'lgunchilik, oshqullik va terrorlikqa qarshi turish harakati bo'lmasdan, balki turk xalqining kimligi,
kültür ve mevcutluğunu yo'qotishni maqsad qiladigan davlat yurgizayotgan terrorlik, mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilik harakatidan iborat ekanligini ilgari surdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati, irqiy qirg'inchilik va mustamlikasini oxirlashtirish vazifasini ijro qilishda ching turdi. Türk ve Müslüman devletlerine asas kılgan halkara cemiyettin vaziyetinin ciddiylikini tonup yetip, Şarkı Türkistan'daki Türk halkının erkinliki, kişilik hukukuga kapaletlik kılıp, Şarkı Türkistan'ның egilik hukukunu eslige keltiriş, Şarkı Türkistan halkının mevcutluğuna kapaletlik kılış görüşünü kollap kuvvetleşke çakır kılıdı. Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti, Şarkı Türkistan'ның bexatarligi ve muqimligining mustamlikachilik, zulüm ve irqiy qirg'inchilikqa sherik bo'lishdan emas, balki Sharq Turkistonda azob uqubat chekayotganlarni o'z ichiga olgan barliq xalqlarning asosiy huquqiy va erkinligini qo'llash orqali ishga oshadiganligiga ishonadi. Sharq Turkiston surgunda hukumati 25 yanvar kuni ijtimoiy axborot vositalarida barliq Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Hindiston Cumhuriyati qurilganligining 75 yilligini tabriklab, tarix ve ortak arzularımızga bağlangan hoşnular buluş süptimiz bilen Hindistan'ның Qaysar, mustaqil, demokratik musabısını tebrikleyimiz. Devletimiz bilen bo'lgan dostluk ve hamkorlik münasebetining kuchayishini, ko'pchilik uchun tinchlik ve ortak bilinishning ishga eshishini, birlikte güllengen kelgusini to'rt ko'z bilen kutimiz dedi. Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor efendimi erkinlik ve mustaqillikning simvoli bo'lgan Hindiston Cumhuriyati qurilganligining 75 yilligini tabriklaydiganligini, kelgusi bir necha yilda do'stlik va ittifoqlik rishtasining texmo kuchayishini umid qiladiganligini bildirdi. Xitoyning 6 trillion dollarlik pay chekining yo'qolishi Xi Jinpingning andishalarini orttirgan. Bulan bir xabarlardan 25 yanvar kunidagi xabarda aytilishicha, Xitoyning 6 trillion dollarlik pay bozoridagi kashalar Xi Jinping hukumatining ochiq realligini o'ttirg'a qo'ygan. Xitoyning bu oydagi CSI 300 ko'rsatkichidagi jiddiy setish yaqinqi 3 yildagi 40% tuvanlashni keltirib chiqarib, onadada mablag' solg'uvchilar hukmronlik qilgan bozorning g'amini orttirgan. Bulan bir xabarlarning bildirishicha 2 trillion yuan, ya'ni 280 milliard dollarlik hukumat qutqizish bo'lig'i va banka zapisi nisbatining tuyuqsiz tuvanlishi katibaşlarning bu mag'lubiyatni to'xtatish uchun beshining qatqanligini tushundirdi ekan. Mustamlaka kuchlari fikrlarni kuzatib turdi. Biz bo'lsak fikrlarning qimmatini bilmaymiz. Biz bir narsaning qimmatini bilmasak, butun dunyoning u narsaning qimmatini bilmaganligini ko'rsatmaydi. Biz ko'pincha hollarda fikrning ijtimoiy ta'sirini bilmay qolamiz. Biroq mustamlaka kuchlari bizga o'xshash g'ofil qolmaydi, balki o'ziga munosabatli fikrlarni kuzatib turdi. Mustamlikaning tadqiqot markazlari va elchixonalardagi madaniyat ishxonalari fikrning ijtimoiy ta'sirini va qimmatini bilganlik uchun jamiyatimizda yuz berayotgan fikrlarni kuzatib turdi. Mustamlika o'zining siyosiy manfaatlari va qarashlarini himoya qilish uchun jamiyatdagi fikrlarni kuzatib turdi. Buningga ko'ra o'ziga yoqmaydigan fikrlardan qutulish yo'llarini tuzib chiqadi. Shundaqla o'ziga yoqmaydigan fikrlarni asli nishon maqsadlaridan boshqa taraflarga burib o'tish uchun harakat qiladi. Mustamlikaning o'zini siqib qo'yayotgan muayyan fikrdan qanday qutulayotganligi va u fikrni boshqa taraflarga qanday burib o'tib borganligi uning fikrlarni qanchalik ko'ngil bo'lish ichida kuzatib turadiganligini ko'rsatib turadi. Jamiyatshunos mutafakkur Malik Nabiyning fikrlaridan o'zindilar. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.